Assalomu alaykum barchalarga, aziz kuzatuvchilar, aziz vatandoshlarimiz. Biz hozir ayni damda Rossiya Federatsiyasining Kazan shahridamiz. Ushbu Kazan shahrida avtobus qatnovlarimiz hozir yo'lga qo'yilganligini sizlarga avvaldan ma'lum qilib kelib olmoqdamiz va siz ham aynan mana shu qatnovlarda Toshkent-Kazan, Kazan-Toshkent yo'nalishlari bo'yicha haftaning har dushanba va payshanba kunlari qatnovlarimizda Uzavtotrans servis avtobuslari bilan birgalikda qonuniy avtobus reyslarimizda bemalol qatnovlaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizga hech qanaqa to'siqlar va hech qanaqa uchinchi shaxslar aralashuvlarisiz to'g'ridan to'g'ri avtovokzaldan avtovokzalgacha qatnovlarimiz amalga oshiriladi. Yo'lovchilarimiz uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Avtovokzalda ham, avtobuslarimizda ham barcha qulayliklar bor. Bemalol siz avtobuslarimizda qonuniy davlat reyslarida, O'zbekiston tomonidan qo'yilgan reyslarda va Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilgan kelishuvga asosan avtobus qatnovlarimiz amalga oshirilmoqda va aynan mana shu Kazan avtovokzalidan siz qatnovlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, tungi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp platformalari orqali siz bizga murojaat qilsangiz sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz va aynan mana shu Kazan avtovokzalidan Toshkentgacha bemalol avtobus qatnovlarimizda siz ham yo'lga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.